katta haşar. Yolg'izning o'g'liga esa hali ham uxlayapti. Uni o'rniga men hashar qilaymi, men mehnat qilaymi? Voy nimalar deyapsiz? Hop. O'g'lingiz sahar turib, kecha qilingan loylarga suvlarni sepib, mahallada hasharga chorlamoqchi bo'lib turibdi-yu, gapirgan gapingizni qarang. Sen o'g'lingni yonini olgan. Axir o'g'ling ham odobi, mehnatkashi xuddi o'zimga o'xshaydi. Yodingdan chiqmadimi? Hasharga otab olingan qo'chqardan xabar oldingmi axir? Dadasi menga bir zo'r fikr kelib qoldi. Nima deysizga hayronman endi. Ashi qo'chqarni so'ymasdan 3-4 kilo qassobdan go'shtni olib, dakan xo'rozni so'ysak bo'lmaydimi? Sen joyidan onasi, axir dakan xo'rozni necha janggohlarda g'olib bo'lib, hozirda juda kuchga to'lgan xo'rozni so'yaman. Hasharga otab olingan qo'chqarni so'yamiz. Dakan xo'rozni so'yasiz. Qo'chqarni so'yamiz dedimmi, qo'chqarni so'yamiz. Xo'rozni so'yasiz. Men borabman qo'chqar oldim dumbani, olib berdi dalal qo'shnim malvani. Hozir chiqib men qo'chqarni so'yaman, peshkamani el oldiga qo'yaman. Hozir chiqib men qo'chqarni so'yaman, peshkamani el oldiga qo'yaman. Dakan xo'roz ko'p bo'lishdan matbuot. Xo'roz degan nomi bor-u opiyor. Xo'rozingiz hech narsaga yaramas, yangi kelgan tovuqqa ham qaramas. Xo'rozingiz hech narsaga yaramas, yangi kelgan tovuqqa ham qaramas. Xo'rozimni yomonlama onasi, u men uchun qalbda yo'lik donasi. Qari xo'roz tovuqlarni o'qtar, har zamonda bitta bo'lib qo'rqtar. Qari xo'roz tovuqlarni o'qtar, har zamonda bitta bo'lib qo'rqtar. Jon tanasi qo'yni saqlab qolaylik, qo'chqor jonga it solib olaylik. Xursand bo'lib kulgayin kashtaga, bir yildan so'ng qo'ylar yetar beshtaga. Xursand bo'lib kulgayin kashtaga, bir yildan so'ng qo'ylar yetar beshtaga. Donoxotin gaplaringni jonim ol, qo'chqorgayim quloqimning doni bor. Voy qaytardingsen cholginangni shashtidan, osh qilamiz qassob bola go'shtidan. Qaytardingsen cholginangni shashtidan, qaytardingsen osh qilamiz go'shtidan. Endi boshqa xotini vazir deydilar, xayrli ish ko'zlar nazar deydilar. Har bir ishni kengashib bilgan yaxshi, el ulusga ergashib bilgan yaxshi. Har bir ishni kengashib bilgan yaxshi, el ulusga ergashib bilgan yaxshi. El ulusga kengashib bilgan yaxshi. El ulusga kengashib bilgan yaxshi. Onasi, sen bilan adibada aytishguncha mana payg'ambar ketdi-da. Endi seni tashqariga chiqaylikchi, nima bo'lyapti bir tomosha qilaylik. Yuring, ketdik. Qani kel onasi. Odamlar, eshitmadim demanglar. Bugun Husanatarikida katta hashar bo'lyapti. Hamma hasharga! Hoş geldiniz. Hasanat, hayırlı hasanatlar olsun. Hasanat, Olamaz. bu yerdalardan hasanat, sanat deb qolmiz. Shunda bo'lsangiz, xursandmisiz? Askerler, bablar, askerler ham laqablardan boshladingizmi? O'z savaşı. Ben ham sizni el oldida sharmanda qilib yuboraymi? Ben arqog'im bilan tepib yuboraman dedi. Endi o'rtoqlar hasharimizni boshlasak. Yaxshi bo'ladi. Vaqt o'tyapti. Chunki tezroq hashar tugatib,
keyin oshga boradigan oshlarimiz bor. Shuning uchun hozir Qodirjon devor qilib bersa, Salimjon bilan G'olibjon loy yetkazib beradi. Ular qoladimi abi? Bular shakalar imoratlarda turgan odammi? Ana bir ishlarni beramiz ekanlar. Boshladek bo'lmasa. Qani? Hapsolar. Shu desanglar mana kayfiyatdan ko'tarib oldik-a. Albatta. Mana oramizdan devor quradigan Qodirjon orada chiroyli qo'shiqlardan hikoya qiladi. Xo'p desanglar shu ishmobarliklar bir shekilli qo'shiq aytsa nima deysizlar? Bunday bo'lsa kasbimiz haqida qo'shiq aytib bersam, sizlar qulog'ingiz bilan eshitib, qo'lingiz bilan ishlab tursangiz. Juda yaxshi bo'ladi. Qani marhamat. Qishga tekis kiraman, Barakalla. chiroq beraman. Qishga tekis kiraman, bunga chiroq beraman. Egasi rozi bo'lsa, xursandlikdan dodam, egasi rozi bo'lsa, xursandlikdan dodam, ko'kdan kirib yuraman. Sevir qo'shiq oyqoring, bunga oqar yuboring. Sevir qo'shiq oyqoring, bunga oqar yuboring. Sifat bo'lsa ham ishlar, diling yayrab dodam, bahor yomg'ir ishlar. Sifat bo'lsa ham ishlar, diling yayrab dodam, bahor yomg'ir ishlar. Qishni tez-tez uzating, ismigin uzating. Qishni tez-tez uzating, ismigin uzating. Bir oshigim zahmati, jon qo'shnilar dodam, olaylik rahmati. Oshigim zahmati, jon qo'shnilar dodam, olaylik rahmati. Otaxon, enaxon. Mana bu Qodirjonni qo'shiq aytganini eshitib, biz ikkovimizga ham ilhomimiz kelib ketdi. Shu desanglar, loyda qilib qo'shiq aytdik. Nima deysizlar? Qani bo'lmasam boshlaylik. Yan ham
Yigitlar, opalar, mana qo'shiqga ham qaytdik. Raqslarga ham tushdilar. Qoniylar ham ochib ketyapsizlar. Kelinglar, davraga qovunni Assalomu alaykum, hamshira. Yaxshimisizlar? Sizlar o'yin kulgi bilan, ish bilan ovora bo'lib yurgan mahalliylar sizlarni qoniylar och qolishini bilib, benzina yurishdan och damlab qo'ydim. Agar xo'p desanglar, oshimiz dam yeguncha men ham palov haqida qo'shiqlar aytib bersam nima Barakalla bolam, barakalla. Haqqimizda bir naql bor. Avval taom, keyin kalom degan. Hamma narsani o'z vaqtida bo'lgani yaxshi. Sovun bolam tayyorlagan oshni yeb ichamiz, barchamizni taklif qilamiz. Qani marhamat. Aziz hamqishloqlar, sizlarga aytgan oshim ham dam yeb qolibdi. Onaxon bir duo qiling, shu oshni bir chiroyli qilib yeylik. Ilohim amin. Avvalambor elimiz yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bayramlar bayramlarga, bayramlar to'ylarga aylansin ilohim. Oshlarimizga, boshlarimizga Alloh baraka berib, el yurt ichida hamisha Alloh yuzlarimizni. Alloh. Qani osh qilamiz. Qani